qanday qilib aytib bersam ekan, bu voqea bo'lib o'tgan hayotiy hodisa. Ota-onasini umraga jo'natmoq istagan edi bir bola, afsus ko'ra olmadi jo'natganin musofirlikda. Ishlar edi yozu kuz, hatto qahraton qish. Hoji qilaydir dedi, tinmay qilar ish yoshi niyatda. Kelgan edi-da, afsus ko'ra olmadi jo'natganin musofirlikda. Halol mehnatda ishlar edi, hayolida oilasi edi. Yuzida tabassum, orzulari ko'p edi. Ammo jonsiz tana O'zbekistonga ketdi. Ko'rolmadi ota-onasin jo'natganin, ko'rolmadi hoji ota onam deb bir bor aytolmadi. Ko'rolmadi ota-onasin jo'natganin, ko'rolmadi hoji ota onam deb bir bor aytolmadi. Ota-onamni hoji qilay deb tinmay ishlar edi, ku tinim bilmay. Oylikin to'plab oxiri jo'nata oldi, afsus ko'ra olmadi jo'natganin musofirlikda. Ketar cho'gi uyga alam qo'shiq aytilar kuyga. Baxtsiz hodisa bo'ldi, afsus ko'ra olmadi jo'natganin musofirlikda. Ko'rolmadi ota-onasin jo'natganin, ko'rolmadi hoji ota onam deb bir bor aytolmadi. Ko'rolmadi ota-onasin jo'natganin, ko'rolmadi hoji ota onam deb bir bor aytolmadi. Orzu amalga oshganda, ko'ngil shodlikdan toshganda, hayot achchiq bir kam bola baxtsiz hodisa qurboni bo'lganda. Ammo ota-onasin hoji qilganda